Men bu oyoq kiyimimni nimaga yana artmading? Shuni tozalab qo'ysang bo'lardi-ku, men ishga ketaman-ku buni kiyib. Artish esimdan chiqib qopti kecha. Muammo qilmay bitta oyoq kiyim artib beraman hozir. O'zingiz artib olsangiz ham bo'ladi-chi, bo'lmasa katta ishmas-ku. Ertaga oyimnikiga borib qo'ying. O hali 3 kun ham bo'lgani-yo'q borib kelganingga. Nima qilibdi? Oyimni sog'indim, bormayman endi. Boshqa ayollar borki, bir oyda bir marta boradi. Boshqalar bormasin, men boraman, borgim kelyapti chunki. Shunaqa ranjitossan lekin meni. Adasi, men bu olib kelgan plyusosiz umuman yaxshi tortmayapti, umuman yaxshi ishlamayapti. Boshqasiga almashtirib keling menga. Nima unaqa brak narsa olib kelyapsiz? Sen nimaga men olib kelgan narsa bilan bunaqa muomala qilyapsiz? Men bularni peshana terimga ishlab olib kelganman-ku uyga. Nima qilibdi ishlab olib kelgan bo'lsangiz, yangisiga almashtirib bering menga. Tuzurog'ini olib kelmaganingizdan keyin shu bo'ladi-da. Qotgan bo'lsangiz oilangiz uchun qilyapsiz, begona uchun qilmayapsiz. Menga qara, shunaqa ko'nglimni qoldirmassan lekin. Ranjisam kechiraman. Jahlim chiqsa birozdan keyin unutilib ketadi. Lekin sendan ko'nglim sovisa, qaytib oldingidek bo'lmaydi bu ko'ngil. Bu ko'ngil sovigandan keyin o'ziga kerakli bo'lgan ko'ngilni ko'chadan izlashni boshlaydi, tushundingmi?